La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh aşhadu la ilahe illalloh aşhadu Muhammadan abduhu va rasuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, musulmonlar, O'rta Osiyo musulmonlari. Mubashshir Ahmad degan domla 2022-yil savolga javob bergan ekan 73 ta firqaga bo'linish haqqiga hadisda haqqiga Ramazon bo'ti aytgan gaplarni dalil qilib nima qilib, ya'ni Yevreylar 71 firqaga bo'linadi, yangi Tavrotni ushlaganlar, xristianlarning yangi Iso alayhissalom ummati 72 ga bo'linadi, 72 firqaga. Ammo ummatim degan ekanlar 73 firqaga bo'linadi va undan bittasi to'g'ri yo'lga qolgan do'zaxga degan ekanlar. Yana boshqa talqinlarni gapirgan, unday deb gapirgan, men ochib bera olmaganmini. Tushunmadim ham gapini, lekin unga bitta radiya qilamizki, ya'ni nima deganlar? Qolgani do'zaxda degani ma'no beradi. Ya'ni u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bitta ish qilgandan keyin Alloh taolo u kishiga bildirganicha bildirib, u kishidan keyingi Mahdi kelishini, u kishiga va'da qilgan Alloh taolo ahli kitoblagan va'da qilgan Mahdi kelishini qanaqa ismlar bilan bezagan bo'lsa ham, qanaqa nomlar bo'lsa ham bitta kishi haqida gap ketyapti bu. Yangi Iso boshqa, balki nima boshqa emas, yangi Mahdi, ya'ni 8412-hadisda aytadi, Musadrak al-Hokimdan bir postimga qo'yganman ham Iso alayhissalomdan o'zgasi Iso ibn Maryamdan o'zgasi Mahdi emasdir deganini. Ya'ni qolgan do'zaxda deganlari, ular hammasi inshaalloh la ilaha illalloh deyapti, lekin ular Allohning mo'min bandalari, lekin nima uchun do'zaxga deganlari, shuni tanbeh berganlari sababi Iso Mahdi chiqqandan keyin yoki yangi Iso alayhissalom chiqqandan keyin deganlarda bitta gruppaga kirish kerak, ya'ni bitta mazhabni ushlashlik haqida gap ketyapti bu. Shuning uchun ham qolgan do'zaxda deb tezroq qaytsin deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma aytgan gaplari, hadislarni mana bu zaif, mana bunaqa sahih deb bo'layotgan mullachalarga ham men pashol deb qo'yaman bundan keyingi gaplarim yoki sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma qiladigan ishlariga u kishi Allohga yaqin bo'lganlar, hamma o'zlaridan keyin qoldiradigan gaplarini, hattoki mana axlatimni yeginsan mulla bo'lasan yoki boshqa bo'lasan deb hadis aytgan bo'lsalar ham, eng musir yomon so'z gaplar aytilgan hadislar ham, eng rasvo gaplar ham san parasoting olmaydigan bo'lsalar ham u kishi xotirjam bo'lganlar, chunki Alloh taolo kishining ko'nglini xotirjam qilgan. U kishidan keyin urug'idan, zurriyotdan chiqadigan Mahdi kelib hamma yoqni to'g'rilashi haqida, to'g'rilab ketishga ishonganlar. Inshaalloh men sizlarga to'g'rilab beraman bu narsalarni. Qaysi hadis nima muammosini inshaalloh men kitob o'qimaymiz ham. Inshaalloh o'sha bir kalla qilsam bu hadisingga yoki oyatingga inshaalloh Alloh taolaning o'zi menga o'nglab beraveradi bularni. Keyin yana bitta narsa haqqiga aytmoqchimanki, din to'g'risiga, iymon haqqiga bitta narsani davafga qilaman beri, yangi burj surasi bor, burjlarga qasam degan, osmon burjlariga qasam degan Alloh taolo. Keyin burjlarga tug'ilish haqida gapiraman, ya'ni uni gapirishimdan oldin Ibrohim alayhissalomning davrlariga ham bo'lgan burjlarga ishonish boshqa bo'lib, men ularga ishoninglar demayman, shunchaki insonlar burj ostida tug'iladi. U kishi aytganlar, burjlarni kitobini o'qiganlarda shu choqqa menga vabo tegibdi deganlar. Ha, shunday vabo tegibdi deb yozadi, boshqa bo'libdi deb yozadi. Men hayotimga juda ko'p sinaganman. Tavakkal qo'limga gazetalar tushib qolgan, kitoblar tushib qolgan. O'sha bir haftalik, bir oylik nima voqealar bo'lsa, 5-6 oylik, 1 yillik shu voqealar sodir bo'lgan, lekin o'shanda qilib aytadi, vabo kelibdi degan ma'nosi, ya'ni u kishiga vabo tegadi, ya'ni o'sha paytki dinlarga qarshi borarlar, xuddi balo urganda u kishi yangi yakka xudolikka da'vo qiladilar. Alloh taolo o'sha paytlarga ham misol bolasini o'ldirishligini, so'yishini, o'ziga qurbonlik qilishini oldingilarga buyuradi, buzadi dinlarni Alloh taolo tuzadi. Alloh taoloning o'zi nima xohlasa o'sha bo'ladi. La havla va la quvvata illa billah. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlariga ham masalan odam o'ldirish degan bo'lgan, masalan boshqa qavmlarga ham, boshqa dinlarga ham odamni o'ldirish bo'lgan. O'sha kishining davrlariga ham, Ibrohim alayhissalom davrlariga bo'lgan bo'lishi mumkin. Men burjlar haqida nima demoqchimanki, insonlar iymoni haqida, iymon hamma ham shunaqa bo'lavermadi, iymonli bo'lib, baquvvat bo'lib, nima uchun gapirmoqchiman buni? Din to'g'risiga ham, dinni ijtihod qiladiganlar haqida ham, masalan men tug'ilgan burjim it yiliga, yilim it yili bo'lsa,
Alloh taolo shuna tayyorgarlik ko'rganga, itlarga tug'ilgan bo'lsam, itlar sezgir bo'ladi. Ya'ni ayniqsa kechasi tug'ilganman. Kechasi tug'ilganlar sezgir bo'ladi. Itlar sezish qobiliyatim bor bo'lsa, yana keyin qisbaqa burchiga tug'ilganman. Qisbaqa burchiga 6-hissiyot bo'ladi. Bu avliyolik deyiladi. Avliyolik deyiladi. Menga avliyolik bor. Shuning uchun ham o'sha hadisga, oyatga nima inshaalloh chuqurroq kirishib boraman. Alloh taoloning qudrati bilan, marhamati bilan va yana Alloh taolo inshaalloh mana shu O'rta Osiyo din mazhabini olishligi uchun menga o'sha yo'lga quvvat beradi inshaalloh, quvvatlantirib qo'yadi inshaalloh. Keyin shuning uchun ham menga sezish qobiliyati kuchli bo'ladi. 12 ta burch bo'lsa, 12 ta burchdan qaysisidir umuman ham dinga qarshi bo'ladi, qaysisidir umuman dinga qiziqishi bo'lmaydigani bo'ladi. Kimdir sportga qiziqadigan bo'lib tug'iladi, kimdir qanaqadir falsafa, kimdir yana bir nimadir ijod qilish. Alloh taolo shunday qilib insonlarni xilma-xil tarafga shunday burib insonlarni qilib qo'yadi, lekin konstitutsiyalar islomiy bo'lgandan keyin O'rta Osiyo din mazhabini olingandan keyin inshaalloh mana shu qonun qoida asosiga ular xuddi bir Allohning chegaralariga yaqinlashmangiz deganda Alloh taoloning chegaralari bo'lib turadi, ya'ni konstitutsiyalarga qonunlar shunaqa bo'lib ishlaydi inshaalloh. O'sha chiqqanlar, chegaradan chiqqanlar albatta o'zidan ko'rsin, azobini tortaveradi. Shuning uchun ham hammani dinli, iymonli bo'lish shart emas, lekin konstitutsiyalar albatta Qur'oniy, islomiy bo'lishi kerak. Islomiy bo'lganda ham o'sha tegirmonlar sharqiy, g'arbiy, o'rta, mayda, katta tegirmonlar bo'lganda, o'sha firqalar deb bilinganday, eng ko'pi islom diniga firqalar ko'pligi bildirmoqda. Vaholanki xristianlar 71, 72, yevreylar 71 deb aytilyapti. Bizlarga 73 deyapti, 100 dan oshiq firqalar bor deyiladi. Shuning uchun nima qilishlaring kerak? Mahdiga birikishlaring kerak, menga birikishlaring kerak. O'zlaring xohlagan bir mashinaga yozasanlarmi, men Mahdiyga bayat berdim, men Allohga ishonaman, Allohdan o'zga kuch-qudrat yo'q deb yozasizlar. Xohlagan mashinalaringga, xohlasang Damas'ingga, xohlasang magazinlarga, xohlasang sotadigan tovaringga yoz, birlashgin. Xalq birlashishi kerak. Alloh taolo nima uchun sizlarni O'rta Osiyodan Amerika, Yevropaga yubordi? Sababi Mahdini yangi internetga har tarafdan like bosib, gap qilib, har tarafdan shovur-shovur chiqarganlaringdan keyin o'zi sekingina yangilar o'chadi. Ya'ni haq chiqdi, botil o'chdi deydimi, yo'qoldi deydimi, ana shunday bo'ladi. Botil menga o'sha telefonimga ham menga Alloh taolo saylashidan oldin, masalan, telefonimga oddiy knopkali telefon turgan boshim tagiga T harfi yozilgan, miyamga tovush bergan nima desam bu qamalaman deganman, o'ylaganman, miltiq bilan otishga, yo'q, haqni ustiga botilni ustiga ot deb ma'no bergan, ya'ni da'vat qilishligim buyurilgan. Keyin T harfi qo'yilgan, T degan topasan degan, ya'ni keyin murod maqsadimga yetaman inshaalloh. O'sha yangi biron fitnasi degan ayolga yetkazadi yoki Alloh taolo menga keyinchalik bir saodatni berar, Xudo xolasa inshaalloh. Shuni tezlashtirishimiz kerak.